Bugun biz Hackor Minecraft'da o'ynaymiz. Mana yurachalarda ko'rasizlar bo'ladi Hackor'niki. Biz hech qanaqa chetiyosh qobiliyati yo hech qanaqa boshqa narsa mana yo'q, ko'rsatib qo'yaman bularni. Mana bunday qilib qo'ygan taqdirimizda ham chet yozish yo kreativ qobiliyatlar yo'q. Videoni o'chirib turib narsa olib qilgan ishlar bo'lmasin. Iloji bo'lsa do'stlar like va podpiska bosqish esdan chiqmas. Do'stlar, o'yin boshdan qishloq bu juda ham biz uchun yaxshi yangilik. Agar shu videomiz video 50 ta yo'q 50 ta emas, 42 ta obunachi olib kelsa yoki 50 ta like olib kelsa shu videoning ikkinchi qismi chiqadi. 50 ta like. Sap bu men birinchi videoim emas, lekin boshlanish uchun men shunaqa deyapman sizlarga. Osonroq bo'lsin. Qishloqda o'rganish boshladik. Somon bor, uxlatamiz. Galemni ham bir kun uxlatamiz. Temirchini uyi asol. Mana kirib ko'ramiz. Sandiq desa, albatta temir bo'ladi. Temirchini uyida temir bo'lmasligiga iloji yo'q. Bular desa olamiz, non esa bizga kelajakda aniq. Va payboqda esa kiyib olamiz. Bu yoqda esa mana bu yo'q, uni sandiq yo'q ekan, bu kutubxonachi yo'q. Bir yil omadim ishlatib qo'ydim. Toshni bitta qishloqda 2 ta kompot uyi. O'tgandan 5 ta chiqarib, bundan 5 ta, 10 ta yo'q. Hem shapka bilan naqas kelmaydimi, ko'krak qism qilishda esa ko'p bo'lmaydi, olaveramiz. Xo'p, bo'lmasa biz birinchi nima qilamiz? Qishloqda yaxshilab o'rganib oldik. Galemni qo'sh urmaymiz. Sab temir bizni yetarlicha. Har taraf chopapani cho'kchayib. Bo'p. Qishloqlarda uydan uxlatamiz. Yetarli bizga. Ikkita qilamiz ekan. O'ylab qarasam ham yersak, ham cho'pak qilamiz ekan. Umuman tayyor bo'lsam, birinchi o'zimizga temir bolta va temir topor olamiz. So'ngra birinchi tosh kavli. Temir bo'lsa ham birinchi o'rinda menga toshli topor kerak. Sababi temir ketgani hali men juda ham kuchli sehrlamoqchiman. Nima qilyapman? Endi bo'ldi. Shu videoni oxirigacha menimcha mana shu temir kerka olmosi nezaray bo'ladi. Temir kerka qanday olmos bo'ladi? Savol. Hop. Nima qilyapman? Bo'ldi, to'pram yasab oldik. Ularni bo'tga olib qo'yamiz-da. O'zim bilgan narsalarni o'rgatishni boshladim. Menimcha kelajakda aniq bizga shu pechkali kerak bo'ladi. Hop, shu tomonga kerak bo'ladi. Bularni miksasi yo'q. Hop, pechkalar ko'p bo'lmaydi. Men shu yerda o'zimga uy quraman. Va hoziroq pechka bilan suyta oladi. Shu bilan uy qurilishi uchun material yig'ishga ketaman. Uy qurish qiyin emas. Ayniqsa oldimizda o'rmon bo'lsa. Men ko'proq taxta ishlataman.
Taxta ishlataman. Hop, bo'lsa boshladik. Hop, men bu birinchi videom emas, lekin Minecraftdagi birinchi video. Kanalimda ko'p video bor. Iltimos do'stlar, like и подписка. Biz hop yozgacha kamida 100 obunachiga qo'ymoqchimiz. Sab kanal yaqinda ochganman. Kanalimda hozircha 6 tacha video bor. 7 tacha video bor, 6 ta yo 7 ta. Hop, bo'lmasam bizga ko'p bo'lib daraxt kerak bo'ladi. Keyingi video nima haqida bo'lishini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Eng ko'p like to'plagan ovoz biz qilamiz. Tayinlayman. Keyingi videolarda yana men o'zimga sherik olaymi, olmaymi, o'zim qilaymi yo bironta sherik qo'shib olaymi, shularni ham yozib qoldiringlar. Video qanaqa bo'lishini ham yozib qo'yinglar. Keyin meni Telegram kanalim ham bor. Telegramga o'tasizlar. Zafarbek Madamino deb yozasizlar. Kanal chiqadi. Unga ham qo'shilib qo'yinglar. Bu YouTube'dan avval birinchi Telegramga chiqadi chunki videolar. Hamma videolarni birinchi bo'lib ko'rmoqchilar, birinchi Telegramga obuna bo'ling. Yani Telegramga obuna emas, Telegram kanaliga qo'shilib qo'ying. Yani o'ta qanaqa video bo'lmaslik o'ta ko'proq bo'ladi. Bo'lmasam videoni boshladik. Agar Telegram kanalimni topolmasanglar, keyingi videolarimda kod chiqarib qo'yaman. Ashuni skaninglar, bot olasizlar. Yoki shu videoni oxirida ham bo'lib qolishi mumkin. Daraxtcha qancha daraxt bo'ldi? Menga stak daraxtdan ko'proq kerak. Keyin meni kommentariyaga keyingi videolar qo'shali bo'lsinmi, qo'shasiz bo'lsinmi, shuni yozib qo'yinglar. Istasanglar qo'shib qo'yib yuboraman, istamasanglar yo'q. Agar shu videoni ikkinchi qismi ham chiqishini istasanglar, like va podpiska qo'yinglar. Sababi buni videolar ikkinchi qism o'ta qiziq bo'ladi. İkinci qismiga meni zo'r rejalar. Keyin video sizlarga yoqmayaptimi yozib qo'yinglar. Hozircha men 6 video bilan 8 obunachi to'pladim. 7 video bilan nechta obunachi to'playapmiz? Shu videodan kamida 10 ta obunachi kelsa, ikkinchi qismini chiqaramiz. Like, podpiska esdan chiqmasin do'stlar. Biz bu videoni montaj qilib, tayyorlab qiynalib ketyapmiz. Tapor sinadi, biz esa ketamiz. Bo'l. Shu daraxt oxirgisi. Uyda taxminan qaytlarga qursam ekan.
qishloq o'rtasiga ham yo'q. Mashina tekislar quraman. Mayka qo'yib turadi. O'zimga paqir kerak. Suv. Asosan o'zi menga suv nimaga kerak deydilar hisobiga mana bu tekislar o'rganib kerak. Sababi o'tlarda suv tozalagan eng yaxshi qur. Yemay qaymoq. Suv. Ha ketishyapti. Ketib bironta uyga kirib uxlayman. Masalan, men uyga kirib uxlagim kelyapti. Qani opalik. Yotamiz. Xo'sh, bo'lishini ko'rsataymi sizlarga sizni? Kire. Yo'qlayman. Yani utakka tolga. Ture. Yo'qlay. Olib ketdik. Hop ketdik. Bo'lmasa tosh kavlash izdan chiqibdi. Toshni esa qishloqlar uydan bilmayman. Insofmi? Mashit kran qo'ra. Kavla qo'ra. Ha, nega? Nima qilishaydi? Yemisha borachas. Menga kamda stak tosh yetsa kerak. Ishchi tosh bo'ldi, maytga qo'yib olib ko'rib turay. Galim, siz bir kun o'lasiz. Egesimi. Hop. Do'stlar, nima deb o'ylaysiz? Hakkordan men nechta yashab qolishim mumkin mana. Bu chekada ko'rinib turibdi. Hozir bir kun yashab. Mana hozir bir kun yashayapman. Shuncha kuchaydik. Mana bu koordinatorlar tagida ko'rin. Bu yoqqa qarayman deb. Bo'ldi, tayyor. Stak tosh yo'q. Stak bir tosh. Voy, haliga joydan narsalar olmabman. Bu stak ikkita tosh qilishga kerak. Hop. Vertayim qayerga qo'ydim? Nariyoqqa qo'ydim. Mana shu eng menimcha eng zo'r joy. Taburni temir taporchisi ishlagim kelmadi. Ular nechigina chiqsam ekan. O'ylab qo'ydim. 6ga 7 qilaman. 1 2 3 4 5 6 men. Rahmat. 3 4 5 6 7. İçini to'ldiramiz. Shu xato qo'yilaveradi tosham. Toshni urishga.
Точка, бочка, точка, бочка, бочка, мошка, шошка. Mana pol tayyor. Buni ustida shoshqa. Endi esa daraxtni aniq ayamaymiz. To'rtadan 1, 2, 3, 4. Voy. Uzun qo'rpa. Nima yaqin qilsa. 4. Sakrayib tushdi iloj. Water drop qilamiz keyin. Agar water drop qilsam, hamma videoga like bosadi. Chak. Iloji yo'q. Buncha balandlikda water drop qilmaslikda iloji yo'q edi. Qo'yda men bitta pichani olib hozir non qilolmasam, o'lib ketaman. Ketmon esa nima deb o'ylaysiz? Nimada olsam, qo'ldan ketmon. Qo'lim tish chiqmaydi, pichan. Qishloqda yashaydiganlar bilan ketmon pichanni qo'lda tashishadi. Ovqat zaxirasi o'ta ko'p bo'ladi, ishoninglar. Qishloqlarda sotib men nima qilyapman o'zim bilmayman. Ha,